bitta birodarimiz niyat qilib mebelni showroom qilgan ekanlar. O'sha showroomni hozir boshqa mebelchiga o'tkazib yubormoqchilar. Bitta kuxna qilingan ekan, ikkinchi kuxna qilingan, uchinchi kuxna hamma mebellardagi hamma jihozi, hamma narsa o'zliginiki va mana bu klient zonasi bor. Mana bu ham yana mebel qo'yishingiz mumkin, fasad turlari bor. Undan tashqari mana bu garderobi hamma mexanizmlari bilan qilingan. Bu yerga umumiy summa $50,000 ketgan deyaptilar. 110 kvadratga yaqin, 105 kvadratdan oshiqroq joy. Oyiga arenda to'lanadi. Mana shu summani o'tkazib, arendatorga o'tkazib keyin chiqib ketmoqchilar. Undan tashqari mana bu yerda dizayner, interyer dizaynerlar o'tiradigan ofis qilishgan bo'lgan. Mana bu yerda kuxna qilishmoqchi, kuxna bo'lib ishlatishgan. Bu yerda sanuzuli bor. Agar kimgadir mana shu narsa, mana shu joy qiziq bo'ladigan bo'lsa, dalolat qilishimiz mumkin. Nomerlarni qoldiramiz, gaplashib olsanglar bo'ladi. Adresga keladigan bo'lsak, adresi Tekstilning mostidan, mana Tekstilning mostidan, mana most Bratskiyga qarab yurib kelayotganda o'ng qo'lda parkovkaga ham joyli bemalol. Nomer qoldiramiz, telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Kelib joyida bemalol gaplashib olsanglar bo'ladi. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qiringlar. Rahmat.